Dubayning top 5 ta shopping centerlari. 5-o'rinda Ibn Battuta Mall. Dunyodagi eng yirik shopping centerlaridan biri bo'lib, mashhur musulmon sayohatchisi Ibn Battuta taxallusiga atab qo'yilgan. Uning ichki dizayni esa Ibn Battuta tashrif buyurgan 6 ta mintaqaga bag'ishlab bezatilgan. 4-inchisi Nakhil Mall. Palm Jumeirahda joylashgan. Bu markazda 240 metr balandlikda joylashgan terrasasi mavjud. Va bu terrasadan siz ajoyib Palm Jumeirah manzarasini tomosha qilishingiz mumkin. 3-inchisi Dubai Hills Mall. Yaqinga qurilishiga qaramasdan 186 ming kvadrat metrga ega. Bu yerda Dubaydagi eng katta yopiq attraksionlardan biri The Storm Coaster mavjud. Ikkinchisi Mall of Emirates bo'lib, Dubaydagi eng katta ikkinchi shopping center hisoblanadi. Unda 500 dan ortiq do'konlar mavjud. Bundan tashqari, Birlashgan Arab Amirligidagi birinchi yopiq chang'i markazi Ski Dubai joylashgan. Birinchisi Dubai Mall 1200 dan ortiq do'konlarni o'z ichiga oladi va o'sha mashhur eng baland binoni qurgan quruvchi kompaniya, ya'ni Emar tomonidan qurilgan.